Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allohu subhanahu wa ta'ala: Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallohul azim. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: Albatta namoz vaqtisi belgilangan holatda sizlarga farz qilindi. Ya'ni aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga 5 mahal namoz o'qishni farz qilgan. Har bir musulmon balog'atga yetgandan keyin agarda shar'iy uzrlari yo'q bo'ladigan bo'lsa, u insonlar albatta namoz o'qishligi shart. Xoh erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, turli ishdagi odamlar bo'lsin, ba'zilarning ota-onasi rozi bo'lishi mumkin. Ishdan ruxsat beryaptimi, bermayaptimi? Shariatimizda bu narsa qaralmaydi, balki Alloh subhanahu va taolo farz qildimi, har bir inson o'zi imkoniyat topib 5 mahal namozni o'qishligi har bir musulmonga farz bo'lib hisoblanadi. Albatta namoz o'qiganda namozni o'z vaqtida o'qishga harakat qilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo yuqorida aytilgan oyatda aytdi va boshqa bir oyatlarda ham Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Hafizu alas-salavati was-salatil usta." 5 mahal namozni o'qishga juda qattiq harakat qilinglar. Muhofaza qilinglar. Muhofaza deganning ma'nosi o'z vaqtida, xushusi bilan, huzusi bilan, chiroyli bir Alloh taologa yoqqan holatda namozinglarni bajaringlar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Va shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ko'plagan hadislarda aytib ketgan. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan masalamiz, albatta insonmiz ba'zi bir vaqtlarda namozlarni qazo qilib qo'yishimiz mumkin. Shu vaqtda qazo namozlarini qanday qilib o'qiymiz? Shu masalani qisqacha aytib ketmoqchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: Kim namozni qazo bo'lganligini eslasa, ya'ni bir namoz qolib qolgan, esingizdan chiqib qolgan masalan, shuni eslaydigan bo'lsa, o'sha eslagan vaqtda darhol o'sha namozni bajarib, o'sha namozni albatta o'qisin edi. Sababi o'sha eslagan vaqti boyagi qazo bo'lgan namozning vaqti bo'lib hisoblanadi. Ya'ni eslagan vaqtda darrov o'qimasa, yana esidan chiqib qoladi, deyapti-da. Shuning uchun azizlar, demak, qazo namozini o'qishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam targ'ib qilgan, buni albatta amal qilishimiz kerak. Kimlarda qazo namozlari bo'lsa, o'qishligi shart. Xo'p, endi fiqhiy masalaga keladigan bo'lsak, o'qishni tariqasini ulamolarimiz, Hanafiy ulamolari chiroyli qilib bayon qilib ketgan. Bu yerda namozni ko'p qazo qilgan insonlar bo'ladi yoki namozni oz qazo qilgan insonlar bo'ladi. Ko'p deb 6 namozdan oshiqcha, ortiq, masalan, bir hafta, bir oy, yillab namoz o'qimaganlarni aytamiz yoki bir kunlik umrida doim namoz o'qib, bir kun yoki yarim kunni namozini qoldirgan insonlar bo'ladi. Agarda bir kun yoki yarim kun bo'ladigan bo'lsa, ular tartib bilan o'qishligi kerak. Masalan, bugun bomdodni o'qimadingiz, peshinni o'qimadingiz. Endi siz asr namozini o'qishdan oldin birinchi bomdodni o'qib, so'ng peshinni o'qib va undan keyin asrni o'qishingiz kerak. Nimaga? Sizni shariatimizda sohibut tartib deb aytadi. Ikkinchisi, ko'p yillardan beri, ko'p vaqtlardan beri, ko'p oylardan beri namoz o'qimagan odam. Bu odamga qanday qilib namoz tartib tuzib beramiz? Albatta bu odam qazo qilayotgan vaqtda o'ziga loyiq bir tartib tuzib olishligi kerak. Masalan, har kuni bir mahal namozni o'qiyman yoki bir kunlik namozni o'qiyman yoki har kuni 3 kunlik namozni o'qiyman deb o'ziga o'zi bir ahd qilib, va'da berib, tartib tuzib oladi va niyat qilgan vaqtda oddiy bir niyat qiladi. Masalan, yillar bo'yi namoz o'qimagan bo'lsa yoki bomdod namozini o'qimagan bo'lsa, aytadi, niyat qilayotgan vaqtda oxirgi tashlagan, qazo qilgan oxirgi bomdod namoziga niyat qildim yoki eng birinchi bomdod namoziga niyat qildim deb shuna qilib ozaytirib kelaveradi. Masalan, 1 yil namozni qoldirgan bo'lsa, bir chekkadan o'qib kelaveradi. Birinchi bomdodimni o'qiyman, bir kuni ketdi, ikkinchi bomdodni o'qiyman, uchinchi bomdodni o'qiyman deb niyat qilib kelaveradi. Qachon o'sha qazo namozlari tugagan bo'lsa, bu insonning bo'ynidan o'sha qazolarning hukmi soqit bo'ladi. Agarda necha kunlik, necha yillik namozni qazo qilganligini bilmasa, imkon qadar o'qiveradi. Agarda oshib ketgan bo'lsa, nafil bo'lib qoladi. Yetmasa, bu bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi hisob kitob qilib oladi. Xulosa shuki, aziz birodarlar, har bir musulmon qolib ketgan namozlarini qazo qilishligi shart. Imkon qadar vaqtida o'qishga harakat qilaylik. Qolib ketganlarini shu tariqada bajarishga harakat qilaylik va tushunmaganlarimiz bo'lsa, albatta olimlarimizdan, masjid imomlaridan so'rab shu masalani o'rganaylik. Chunki qiyomatda avvalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Birinchi namozimizdan so'raydi ekan. Azizlar, qiyomatdagi savolga javob beradigan bo'lsak,
siz bilan bizdan o'tgan baxtli inson yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.